Assalomu alaykum. Ko'pchilik ayollar hayotlarining muayyan bosqichida o'g'il farzand ko'rishni chin dildan istashadi. Ammo ba'zida necha yillab kutishiga qaramay faqatgina qiz farzandlar dunyoga kelaveradi. Albatta, bu holat ko'p omillar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Tibbiy sabablar, genetika, ekologiya. Lekin bir narsa bor, ong ostimizdagi dasturlar bu jarayonga kuchli ta'sir ko'rsatadi. Ong ostida bolalikdan shakllangan turli e'tiqodlar, qo'rquvlar, ichki to'siqlar yashiringan bo'lishi mumkin va aynan mana shu to'siqlar ayol tanasida o'ziga xos energetik bloklarni yuzaga keltiradi. Natijada organizm ong osti dasturlariga mos tarzda harakat qiladi. Shuni bilishingiz kerakki, ong osti to'g'ri sozlansa, ichki qarashlar va hissiyotlar ijobiy tomonga o'zgartirilsa, tana ham bunga javob beradi. O'g'il farzand tug'ilishi ham ehtimol darajasida emas, balki energetik tayyorgarlik bosqichiga kiradi. Agar siz ham yillar davomida o'g'il farzand orzusida bo'lgan bo'lsangiz, bu orzungiz endi yanada yaqin. Buning uchun sizga faqat bir narsa kerak, o'zingiz ustingizda ongli ravishda ishlashingiz. Ong osti bilan ishlash orqali ayol o'z tanasini, energiyasini va hayotini o'zgartirishi mumkin.